Keyin xafa bo'ladi. Nimaga bolam qashshoq? Nimaga bolam pul topa olmaydi? Pul topsa ham nimaga pulni to'g'ri ishlata olmaydi? Yuruvchi tobutlarga aylanadi. Doim urishadigan, doim bolasiga baqirib tushuntiradigan ota-ona nima narsaga duch keladi bilasizmi? Qo'rquvga duch keladi. Bolada qo'rqoqlik shakllanadi. Qo'rqoq inson jamiyatda xuddi tobut, xuddi o'lik insondek tobutlar yuradi. Chunki qo'rquv shunaqa narsaki, u qo'rquv to'xtab qolmaydi, kamaymaydi. U borgan sari ko'payib boraveradi. Ular jamiyatdagi yuruvchi tobutlarga aylanadi. Bola jamiyatda o'z o'rnini topa olmaydi. Bola jamiyatda o'z so'zini ayta olmaydi. Bola jamiyatda o'z haqqini talab qila olmaydi. Keyin xafa bo'ladi. Nimaga bolam qashshoq? Nimaga bolam miskin? Nimaga bolam pul topa olmaydi? Pul topsa ham nimaga pulni to'g'ri ishlata olmaydi? Men dars berganda qadimdan qancha o'quvchi, juda ko'plab o'quvchilar aniq biladi, aniq javobni, lekin aytmaydi. Nimaga? Chunki o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qdi. U inson jamiyatda bor, go'yoki bordek, sanoq sifatida, son sifatida, falon aholi deyiladi. Lekin shaxs sifatida yo'q. O'ziga bo'lgan ishonch nima edi, Umar? O'ziga bo'lgan ishonch inson bir narsani qila oladi, amalda qila oladi va qila olishini qalbida his qiladi.